Jigar, to'g'risini ayting. Shashlikni niyat qildingizmi bayram kunida? Unda Sardor kafesiga keling. Mana qiymalarni qarang, qiymalarni pishishini. Oho, mol go'shtlarini qarang, pishishini. Vobshe ketadi-yu, jigar. Bitta like tars qilib bosib oling. Ha, shashliklar uchun mana xudo xolasa pishishini qarang, okajonim, pishishini. Agar siz shashlikka kela olmasangiz, biz sizga yetkazib ham beramiz. Yangiyo'l bo'ylab. Yangiyo'l dehqon bozori bo'ylab ham. Orqa tomon ishxonalar, hokimiyatlar bo'ylab ham yetkazib beramiz. Siz telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ldi. Faqat iltimos, shashlik bizda tayyor bo'lmaydi. Zakaz qilsangiz, yarim soat ichida boradi. Yarim soat 40 minut ichida boradi. Chunki shashliklar 20 minut, 15 minutda pishadi. Boshlanib pishirib, jo'natib yuboramiz jigar. Faqat oldinroq qo'ng'iroq qiling. Biz sizga chiroyli, pokiza, chotki qilib pishirib, tayyorlab sizga dastak qilib boramiz jigar. Mehr ko'zda, jahali bo'lmasin. Agar yeyman desanglar, mana tepada pastda joyimiz bor. Mazza qilib kelib, shashlik xo'rlik qilsangiz bo'ladi jigar. Hammalarni kutib qolamiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar.